Men izchil turda yaqinqi yarim yilning uzoq vaqt ichida biz ham egallagan usullarga asosan bizim vatandagi 20 milliondek xalqniki 2014 yildan keyin 9 milliondek odam tutilib ketdi degan narsani deb kelyapman. Bu bak cho'ng ziyon. 40% bilan 50% oralig'idagi ziyon. Bularning hammasi o'lib ketmadi, lekin tutilib ketganlar shundoq. O'lib ketganlarmi milliondan oshadi. Biz intayin ig'ir fojia ichida yashayapmiz hozir. Lekin tarixda boshqa bir qism millatlar ko'rgan kunlar bilan solishtirgan chog'da, masalan, Yahudilar bilan anadakin Shimoliy Yevropadagi Litva masalan, ashta davlatlar solishtirgan chog'da bizning ahvolimiz hozirmi ularnikidan yaxshiroq. Gerçi intayin ig'ir ziyonlarni tatgan bo'lsa ham ulardan kunimiz yaxshiroq. Shunga o'zimizda bor bo'lgan narsalarga minnatdor bo'lishni unutib qolmaylik. Litvaniki deyman. Aynı vaqtda Sovet İttifaqı